Shu profilni ochmasimdan oldin O'zbekistonda podeshka degan narsa yo'q. Hamma bir-birini ko'ra olmaydi, umuman yordam bermaydi. Naborot kimdir bir narsaga erisha olmasa, shunda xursand bo'lishadi deb o'ylardim. Afsuski butunlay xato o'ylagan ekanman. Sababi shu profil ochilgan kundan boshlab meni podeshka qiladiganlar juda ham ko'p. Lekin ularning ichida yaqin insonlarim juda ham kam. Asosan begonalar podeshka qiladi. Nima ham deymiz endi, shunga ham rahmat deymiz. Men hech qachon challenge degan narsa qilmasligim kerak, bilasizlarmi? O'zi shusiz ham video reelslar kam chiqarib bu safar challenge qilib ham chiqarmay qo'ydim. Endi nima ham deymiz? Yoqmasa ham yarimchala qilib bo'lsa ham tezroq qilamiz. 31 dekabrgacha 10 mingta bo'lishimiz kerak. Yaxshi ham 1 millionta demayapman. Atigi 10 mingta. Tezroq podpiska tashlasanglar, biz ham 10 mingta bo'lamiz. Yana bizda 16 kun qoldi xolos. Kuniga 220 ta podpiska yig'ishim kerak. Bunaqa kichkina sepiyani ko'pchilarda ko'rgandirsizlar, lekin bunaqa kattasini aniq ko'rmagansizlar. Bundan hozircha o'zim uchun olib keltirdim. Bu o'zi nima uchun ishlatiladi? Buni bizga nima qizig'i bor deyishlar mumkin. Hozir men sizlarga to'liq tushuntiraman. Bu kalmar sekreti hisoblanadi va ulitkalar uchun kuchli kalsiy manbai ham deyiladi. Agar ulitkalarni to'g'ri parvarishlash haqida ChatGPT bilan yozishib ko'rgan bo'lsanglar, albatta sepiyani maslahat bergan. Xohlasanglar yana so'rab ko'rishinglar mumkin. Tuxum po'cha foydalimi yoki sepiyamidir? Shuning uchun men ulitkalar uchun oddiygina tuxum po'chadan maydalab berish bu sifatsiz kalsiy bo'ladi deb aytaman. Men tayyorlagan kalsiyni atigi 30% tuxum po'chani tashkil qiladi. Shuning uchun ham kalsiylarim sifatli chiqadi. Va mendan kalsiy oladiganlar uzoqda tursa ham qayta o'zimdan olishadi. Aytgancha 2026-yilgacha biz 10 mingta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham erimasdan podpiska tashlab qo'yinglar. Qarasam oxirgi paytlar reelslarimda aktivist o'libdi degan kommentariyalar ko'payib ketibdi. Videolarimga qarasam hammasining prosmotri zo'r. O'ldim deganda 10 mingtadan ko'p prosmotr olgan. Nimasi bu yerda aktiv o'lgan tushunmayapman. Lekin to'g'ri, oldingidan ancha kam video qo'yaman. Aktivim o'lgandan kam reels joylayotganim yo'q. Shunchaki xohish kamayib ketgan. Hozir esa challenge bahona menda motivatsiya bor. 10 bo'lishimiz bilan nimadir olamiz, lekin hali nimaligini bilmayman. Albatta u narsa menga sizlarning yordaminglar kerak. Hozircha har kuni reels qo'yishimga bir ikkita odam motivatsiya beryapti. Bilasizlarmi, menga san qila olasan, sani qo'lingdan keladi degan gaplar motivatsiya bermaydi. Naborot, san qila olmaysan, qara aktiving o'libdi degan narsalar ko'proq motivatsiya beradi. Sezganinglardek, 1-2 oydan beri reelslar kam chiqayotganining sababi haddan ortiq maqtovlar eshitishimda. Shuning uchun ham rostdan ham aktivim o'lishini xohlasanglar, maqtab turaveringlar. Sizlarga ulitkalar qiziqmi yoki meni ovozim? Shuni aniqlash uchun bugun ulitkalarni deyarli ko'rsatmay video oldim. Hazillashdim, bugun video olishga ulgurmay qoldim xolos. Negadir oxirgi paytlar juda ham ko'pchilik ulitkalarni menga berishyapti. Asosiy sababi ikki xil. Ba'zilar boqishga sharoiti yo'q, ba'zilarda esa vaqt yo'q. Menda ikkala narsa ham bo'lgani uchun bemalol ulitkalarni olib qolaman. Bu pochtalar qor yog'ishidan bir kun oldin yo'lga chiqqan. 2 kun pochtada keldi va men ularni olib qoldim. Uyga kelishi bilan birinchi bo'lib cho'miltirdim. Qarasam hech qaysisi qimirlamadi. Katta ehtimol bilan o'lib qolgan. Lekin baribir shu holatda 5-6 minut kutdim va hech narsa o'zgarmadi. Shu sababdan ham viloyatlarga pochta chiqarishni to'xtatdik. Faqatgina Toshkent shahrida zakazlarni chiqazib beramiz. Pochtalardan faqatgina ulitkalar uchun kerakli narsalarni chiqara olamiz xolos. Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least just say, confess your love, I won't answer. Bugun sizlar bilan mana bunaqa asar ulitkalardan shunaqa mazali ishtahani ochadigan manti tayyorlash o'rganamiz. Birinchi bo'lib ulitkalarni toza qilib cho'miltirib olamiz. Keyin idishida ozgina suv to'ldirib qo'yamiz. Bu idishdagi suvi ichi sochni yopib turish kerak. Endi xamirini tayyorlashga o'tamiz. Bizga kerakli narsalarni tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib unni o'lchab olamiz. Qancha o'lchaganim esimda yo'q. Naboda so'rasanglar eslab aytaman. Keyin tuzli suv va tuxumni solib aralashtirib ushlab xamir qilib olamiz. Eng yoqtirmaganim shu uyg'urcha mantini xamiri. Birinchi marta holim qildirganda qo'llarim og'rib achishib ketgandi. O'sha paytlarni eslab bir amalab qoldim. Endi esa ichidagi narsalarni tayyorlashni boshlaymiz. Piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Manikiga o'xshab yirik to'g'ramaydi. Men yana maydalab bordim. Keyin korzinkadan manti uchun o'zini farshini olib kiramiz. Ulitkalarni tinch qo'yinglar, ularni yeb bo'lmaydi. Tuz, murch, zira sepib aralashtirib olamiz. Endi esa xamir yana bir marta mushlab qo'yib 10 minutdan keyin shunaqa qilib 13-14 gramm qilib kesib chiqishimiz kerak. Dumaloqchalar qilib salofanga solib ozgina qo'yib qo'yamiz. Xamirchalar tayyor. Endi sharmanda qilmasin, chiroyli qilib yoyib tugishimiz kerak. Men tugishni esdan chiqarib qo'yganman. O'zim mantiq qilmaganimga ham xudo biladi necha asr bo'lgan. Xullas uncha chiroyli chiqmagan bo'lsa ham chidasa bo'ladi. Lekin ta'mi aniq zo'r chiqqan. Yil oxiriga kelib hamma o'ziga maqsad qo'yib challenge qilib yotibdi. Nima deb o'ylaysiz? Hamma qilganda men qolib ketamanmi? Albatta yo'q, men ham qilaman. Hammada maqsad har xil. Mening maqsadim ana 6 mingtada to'xtab qolgan podpiskalarimni ko'paytirish va bizda 23 kun qoldi. Esingizda bo'lsa, avgustda ham o'zi shunaqa challenge qo'ydim. Hammasi dabdala bo'lgandi. Boshida qancha harakat qilsam ham hech o'xshamagandi. Keyin o'zim ham jonimga tegib tashab qo'ydim. Bu safar bilmadim qanaqa bo'ladi. Atak kuniga 200 ta podpiska yig'ib olsam, 10 mingta ham borar ekanman. Hech qanaqa va'da bermayman. 10 mingta bo'lsa nimadir qilamiz. Rosa podpiska qilib podpiska bosib aktiv bo'lib bersanglar, ko'proq video chiqarishim mumkin xolos. Oldingi videolarimni gapirishga gapim qolmadi degandim-ku. Yana gaplar kelyapti. Ichimda hammasi qaynayapti. Tezroq bu reels ham 300 ta like yig'sa, yana yangi reels chiqadi.